Tog'dagi dachada ekonom variantda oilaviy dam olish uchun necha pul ketishini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bunda bizga birinchi navbatda o'rdakcha yordam beradi. Ushbu dachamizni dachalyuks yigitlar topib berishdi. Ularni uzoq yillardan beri taniyman va ular uzoq yillardan beri xalqqa o'z xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. O'z ishiga professional darajada yondashishgan. Sezonida 1000-1200 dollar turgan dachalar hozirgi paytda 800-700 dollar atrofida bo'ladi. Dachalyuks yigitlari hamyonbop narx topib berishdi bizga. Sizlar ham ularning bemalol xizmatidan foydalansanglar bo'ladi. Bir kun yeb ichishga 500 ming so'mdan 1 million so'm sarf qilsangiz bo'ladi. Yonida korzinka supermarket joylashgan. Kechki ovqatni restoranda plan qilgan bo'lsangiz, 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha xarajati bo'ladi. Yilda bir marta bo'lsa ham oilaviy mana shunday dam olishga chiqishlarini maslahat beraman.